Koreyadagi bir kunlik vlogim. Biz sahar 5 da Sokcho shahriga dengizdan quyosh chiqishini ko'rgani ketgandik, lekin biz borgungacha quyosh boshimiz ustida edi. O'tgan safar Incheon aeroporti oldidagi dengizga borgan edik. Atv juda ham sovuq edi va shamol edi. Sokcho shahridagi dengiz esa juda ham ajoyib havolik edi. Iliq, issiq ham emas, sovuq ham emas. Va siz bu joydan dengizni bor go'zalligini ko'rishingiz mumkin. Undan so'ng biz sohil tarafga bordik. U yerda juda ham dengizga tushkim keldi, lekin suv juda muz edi. Keyin men chig'anoqlar oqtarayotgan paytimda dengiz to'lqini shunaqangi tez kelib, oyog'imni ho'l qilib ketdi. Bu juda ham kulgili edi. Keyin biz obed qilgan kichkinagina oshxonachaga kirdik. Obed qilib bo'lib, dengizdan jicha uzoqlikda bo'lgan, tarixiy qilib qurilgan qishloqchaga bordik. Bu joyda meni oldin ko'rgan tarixiy dramalarim esimga tushib ketdi. Siz bu joyda oldin o'ynalgan o'yinlarni o'ynab ko'rsangiz bo'lar ekan va sizga bitta jonli milliy musiqalarini va o'yinlarni tushib berishar ekan. Shu joyning yonida o'z muzeyi bor ekan. Biz u yerga kirib chiqib, keyin uyga ketdik. Shu bilan kunim tugadi. Menga obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin.